Yaponlar yangi tutilgan baliqni yeyishni yaxshi ko'rar ekan. O qadar ko'p yeyishar ekan, odam soni ko'paygandan keyin baliqlar qirg'oqlarda kamayib qoldi. Keyin baliqchilar aytibdi, endi biroz dengiz ichiga kiraylik. U yerdan baliq olib kelaylik. Shunday qilishibdi. Ancha bir 2 kunlik masofaga dengizning ichiga kirib, olib chiqqanlari baliqni Yapon xalqi yeyishni istamabdi. Chunki 2 kunlik masofa bor, 2 kunlik vaqt bor u tutib olinganiga. U dengizda emas, alohida kemada turibdi. Yo'q, bu o'sha hozirgina tutilgan baliqni ta'mi kelmayapti bu yerda. Bu eski baliq deb u baliqni sotib olmabdi hech kim. Uni yo'lini o'ylashibdi keyin. Nima qilishibdi? O'sha katta kemalarga xolodilniklar, muzlatgichlar o'rnatibdi. Baliqlarni tutishi bilan ular buzilib qolmasligi uchun, ya'ni eskirib qolmasligi uchun muzlatgichlarga solib olib kelishibdi. Lekin baribir Yapon xalqi muzlatgichga solingan baliqning ta'mi ham baribir toza tutilgan, hozir tutilgan baliqning ta'miga yaqin emas hatto deyishibdi. Keyin boshqa yo'lini o'ylab topishibdi. O'sha kemalarning ichiga akvariumlar qilishibdi katta. Keyin u tutgan baliqni olib o'sha akvariumga solganda u baliqlar baribir depressiyaga tushib qolar ekanda. Haqiqatan ichidan buzilish bo'lgani uchun u baliqning ham ta'mi hozir tutilgan baliqning ta'midek bo'lmabdi. Oxiri ko'p o'ylashdi, o'ylab topishibdi. Hozir aytsam hayron qolasiz. O'sha akvariumning ichiga 2 ta akula tashlab qo'yadigan bo'lishibdi. Boyagi akula baliqlarni quvgan bo'lar ekan, boyagilar hayotga bo'lgan intilishi orqasidan o'zidagi soflikni, tozalikni yo'qotmas ekan. Biz bugun tamoman uni teskarisini qilamiz. Muammolar yo'q bo'lishini istaymiz hayotimizda. Baliqlar muammosiz yomon buzilib qolganda, inson ham muammosi buzilib qoladi. Bizga o'sha 2 ta akula kerak-da hayotimizga har doim. Bizni harakatlantirib turadigan, bizni halol bo'lib turishga undaydigan, bizni to'g'ri bo'lib turishga undaydigan, nafaqat majbur qiladigan akulalar kerak bizga. Biz hayotimiz davomida unday narsalar bizda bo'lmasligini istaymiz. Qochishni, qutulishni, hech kim bizni bezovta qilmasligini, hayotda hech bir muammo bilan duch kelmasligimizni, bir joylardan ishimiz osonroq bitishini va bu bitishi uchun hatto bir narsalarni ham insonlarga ishi bitguncha eshakni tog'a deydigan holatlarni ham bir shaklda yashashga rozi bo'lamiz. Bitta sabab bilan, shu muammo meni hayotimda bo'lmasa qutulishni istaymiz. Lekin vaholanki u bizga kerak ekan, u bizni jiddiy jahd bilan harakat qilishimizda, oyoqda turishimizda, ruhan, jisman kuchli bo'lishimizda, irodamizni baquvvat bo'lishi uchun u muammolar bizga kerak ekan. Agar kimki kichkinaligida bir muammo bilan uchragan bo'lsa, duch kelgan bo'lsa, bir kichikroq akula bilan, katta bo'lganda u akuladan qo'rqmaydi-da, uni qanaqa qilib undan qutulishni ham biladi. Biz ham hayotimizda qancha ko'p muammolar bilan yuzlashsak, biz ularga qarshi bizda immunitet paydo bo'ladi. Musulmon odam, bir mo'min odam uchun bu akula uni hatto inshaalloh jannatga kirishiga ham sabab bo'ladigan nima? Sabab. O'shaning uchun agar bugun bizni atrofimizda biz tushunmayotgan, bizni qiynayotgan, bizga tinchlik bermayotgan narsalarning borligi bu bitta sabab bilan bo'ladi. Biz tirikligimiz uchun bor. Birorta qabrning ichidagilarda unday muammo yo'q. Yoki hali aqli joyiga kelmagan yoshlarda unday muammolar bo'lishi ham mumkin emas. Bizda bormi? Demak, bizda imtihon boshlanganini dalolati bu. Imtihon bo'layotganini dalolati. O'sha akula bizning imtihonimiz. Biz bu imtihondan qochib qutula olmaymiz. Buni his qilib yashash har qanday kasb egasini, har qanday tirik odam uchun bu katta bir yutuqdir. Buni his qilib, doimiy o'zini oldida o'zi hisob berib yashash bu hayotdagi eng go'zalidir. Men o'ylaymanki, bu mavzuda soatlab ham gapirish mumkin, lekin olinadigan ma'no baribir hozir aytilgan ma'nodan ko'p bo'lmaydi deb o'ylayman. Shu bo'ladi. Nima gapirsak ham shu ma'no bo'ladi. Bizga u akulalar kerak. Biz u akuladan qo'rqmasligimiz kerak. Uni tanishga, uni bilishga, uni bartaraf qilishga, qaysi ma'noda keyingi sinovlarga, undan kattaroqlariga tayyorlash uchun irodamizni ular bilan yuzlashishimiz kerak bo'ladi.